insoniyat yaralibdiki, suv to'kinlik, farovonlik manbai sifatida qadrlanadi. Hayotimizning bir soniyasini suvsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Biz uni ichamiz, taom tayyorlaymiz va poklanamiz. Oddiy ichimlik suvi jumragidan daqiqasiga 15 litr ichimlik suvi oqib ketadi. Agar jumrak yopilmasa, soatiga 1000 litr ichimlik suvi isrof bo'ladi. O'rtacha hisobda olib qaraganda, Farg'ona shahrida yashovchi birgina inson o'zining ehtiyoji uchun kuniga 250 litr ichimlik suvidan foydalanadi. Ichimlik suvidan oqilona foydalanish uchun sizga oddiy maslahatlarni berib o'tamiz. Ichimlik suvi jumragiga e'tiborli bo'ling va tish tozalash paytida ichimlik suvi jumragini yopib yoxud stakandan foydalansangiz, siz yiliga 8000 litr suvni asrab qolgan bo'lasiz. Yuvinish xonasida vannani to'ldirib yuvinsangiz, 140 litr ichimlik suvini isrof qilgan bo'lasiz. Agar dushdan foydalansangiz esa 75 litr ichimlik suvi sarflanadi. Biz uchun tiriklik manbai bo'lgan tabiiy ne'matdan barchamiz birdek bahramand bo'lishi, uni tejash va asrashi avvalo uning iste'moliga bo'lgan to'g'ri munosabatda ekanligimizdan dalolatdir. Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati.